Ansorlardan. Ansorlar kim bu? Madinalik musulmonlar. Madinalik musulmonlardan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi. Va ya Rasululloh, o'ta sharoitim og'ir. Qashshoq, men yeydigan narsam yo'q. Kiyadigan narsam yo'q. Bir Baytul Moldan yoki bir odamlarga aytsangiz menga bir yordam qilsa deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib yordam so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qildilar deysizlar? U kishini har bir so'zlariga labbay deb turgan qancha sahoba ikromlar. Nafaqat mol dunyolari, balki jonlarini ham berishga tayyor turgan qancha sahoba ikromlar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam palonchi shu odamga yordam bervar dedilar? Yo'q, undoq demadilar. Balki so'radilar-da. Uyingda nimang bor dedilar. Shunda haligi kishi bir matoyim bor. To'shab yopinadigan bitta matoyim bor. Shundoqki bir qismini tagimga solaman, keyin yarmi bilan ustimni yopib yotaman dedilar. Yana bitta suv ga ishlatadigan idishim bor. Shu ikkita narsam bor dedilar. Ya'ni shunaqangi darajada faqir ekanda. Bitta idishi bor ekan, suv idish, bitta matosi bor ekan. Solib yotar ekan, ustini yopar ekan, xolos. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ki, o'sha ikkita narsani menga olib kel dedilar. Haligi kishi borib, hali ikkita narsani olib keldilar. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llariga oldilar-da, sahoba ikromlar qaratib aytdilar. Buni kim sotib oladi dedilar. Shunda bir sahoba aytdilar, "Ya Rasululloh, men uni 1 dirhamga olaman" dedilar haligi ikkalasi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkinchi bor aytdilar, "Kim bunga qo'sha oladi" dedilar. Kim bundan ziyoda bera oladi dedilar. Ya'ni mana shunaqa qilib 2-3 marta so'radilar. Shunda bir kishi men 2 dirhamga olaman dedi. Shunda oxiri Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimoqchi savdosi qilib, o'sha 2 dirhamga olaman degan insonga haligi kishini matosi bilan idishini sotdilar. Va haligi 2 dirham oldilarda haligi muhtoj, faqir insonga berdilar va aytdilar-ki, buni 1 dirhamiga ahli ayolingga yegulik sotib ol dedilar, 1 dirhamiga. Va ikkinchi dirhamiga bir bolta sotib ol, meni oldimga olib kel dedilar. Haligi kishi borib bolta sotib olib keldi va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari muborak qo'llari bilan o'sha boltaga yog'ochdan dasta yasab o'rnatib berdilar-da, aytdilar-ki, borganda endi bu bilan o'tin kesib sot. Ya'ni bozorga o'tin qildi, bozorga sot. 15 kungacha sen bilan ko'rishmay, 15 kundan keyin meni oldimga kel dedilar. Haligi kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek qildi. Tog'dan o'tin terib shaharga olib kelib sota boshladi. 15 kundan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga qaytib kelganida qo'lida 10 dirham pul ishlab topgan. Bu pulning bir qismiga kiyim-kechak, bir qismiga esa taom sotib olgan edi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarata aytdilar-da, "Mana shu ishing" dedilar. "Qiyomat kunida yuzingda tilanchilik dog'i bilan tirilishligingdan ko'ra sen uchun yaxshidir" deb Abu Dovud ibn Moja rivoyatlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi faqir insonga mana shunday bir ko'rsatmani aytib, qiyomat kunida yuzingda tilanchilikdan dog' bilan tirilishligingdan ko'ra mana shu ishing yaxshiroq, mehnat qilib o'sha halol rizq topib ta'minotingda qilish shu ish yaxshiroq deb mana shunday ko'rsatma berdilar. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga yordam so'rab kelgan insonlarga qanday yo'lni ko'rsatdilar. Ya'ni haligi kelgan odamga tuxum bermadilar-da, tovuq berdilar. Mana shu tovuqni yaxshilab boq, har kuni senga tuxumlaydi. Yaxshilab qara, tuxumidan yeb narsa qilasan dedilar. Tuxumini bersa, dari tugaydi, ertaga yana keladi. Balki uni mana shunaqangi bir nafaqa ro'zg'orga yo'liqtirib, yo'naltirib qo'ydilar. Haligi inson qarang, 2 dirham narsa 15 kunda 10 dirham bo'lib bemalol o'zi ta'minotini, mehnat bilan ta'minotini qiladigan bo'ldi. Shuning uchun halol rizq talabida harakat qilishlik bu dinimizda shunaqangi ulug' Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek farzlardan keyingi farz. Ilm talab qilishlik qandoq farz bo'lsa, halol rizq talabida harakat qilishlik ham mana shundoq farz Allohning huzurida. Shunaqangi ulug' bir ibodat.